Hozir sizlar bilan qarshimda turgan 60 talik mini ekskavatorni haydashni o'rganamiz. Bu video haydashni bilmaydiganlar uchun, ya'ni haydashni biladigan akalar qiyt qilib tashlashmasin. Mana do'stlar, salon qismimizga ham kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, salonimiz juda ham qulay qilib ishlangan. O'ng tarafdan zamokdan zavat qilamiz. Texnikamizda zavat bo'ldi. O'ng tarafdagi joystikimiz bilan kovushimizni, strelamizni kontrol qilamiz. Chap tarafdagi joystikimiz bilan o'ngga chapga 360 gradus aylanamiz. Bu yerda rolimizni ko'rishingiz mumkin, qulay qilib joylashtirib olishingiz mumkin. Mana hozir boshlaymiz. O'ng tarafdagi joystikimizni o'zimizga tortsak, strelamiz ko'tariladi. Pastga tushirsak, strelamiz tushadi. Chapga qilsak, kovush yopiladi, o'ngga qilsak, kovush ochiladi. Mana chap qo'ldagi anaqamiz bilan, joystikimiz bilan 360 gradus aylanishingiz mumkin. Texnika juda ham chaqqon, tez. Hamma qulayliklari mavjud. Bu yerda mana magnitofonimiz bor, konditsioner pechkamiz, bu yerdagi knopkalardan faralarimizni kontrol qilishingiz mumkin. O'ng qo'ldagi rechagimiz korobkamiz hisoblanadi. Bizga ursa zadniga. Zadniga yuramiz, ko'rishingiz mumkin. Gidravlika, forward bu oldiga yuramiz, texnikamiz oldiga harakatlanadi. Ko'rishingiz mumkin. Mitralka. Bu yerdan birinchi forward bu birinchi skorost, ya'ni toshbaqa rejim. Forward 2 ga o'tkazsak, bu yerdan mana quyosh rejimiga o'tadi. Tablodan ham ko'rsanglar bo'ladi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Bu videoni ekskavator olaman deb yurgan do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Bundan qiziq kontentlar hali oldinda. Hammanglarga omad.